Kommunarka taraflariga kelib qoldik. Soatimiz 2:30 bo'lyapti. 36 minut yuribmiz, keyingi zakaz ham kutyapti. 3781. Obag'onni olib keldik. 30 necha minutda ham 2788. Xo'p. Hozir ko'rsatib qo'yay necha minutdaligini. 30 necha minutda ham olib keldim-da. История заказов. Xo'p. Qanday yurardi u? Ha, 30 kilometr mana. 30 kilometr 34 minut pashti. Kechagi bundan oldin ko'rganim edi. Bu ham pashti shunaqa kilometr, shunaqa minut olib keldim. 35 minut olib keldim. Xo'p. Hozir gapirganim Comfort edi. Birinchi zakaz Comfort Plus edi. Qancha ikkosini ham bir xil koeffitsient olganman. Mana koeffitsiyentli mahalda даже 1000 so'mgacha shunaqa nima o'rtasida ровно edi. Koeffitsient yo'li mahalda 200-300 rubl rol o'ynayapti Comfort Plus bilan Comfort. Shuning uchun imkoni boricha yaxshiroq tarifga o'tirishga harakat qilinglar. Bagana analog qilib, ya'ni sizlarga tushuntirib o'tib ketay, nimaga bu ikki zakazni qo'ydim. Birinchi Comfort Plus, ikkinchisi Comfort. Hatto ikkosi ham bir xil koeffitsiyentda olingan. Shu ikkidan yuqori 217, 220 shunaqa bilan. Kilometri, minuti почти bir xil. No, pulda farq bor. Kechaginiki 3700 qancha edi? Birinchi rolikdagi. Hozir ikkinchisidagi 2700 qancha ham. Qolgan ham yo'q bir xil kilometr minutlari. Shu uchun liba Comfort Plus, liba Comfort. Ekonomda klientlari ko'pincha Comfort zakaz qilyapti. Nimaga deganda Comfort bilan ekonomda oralig'idagi pul 50 so'm, 100 so'm, 150 so'm bo'lyapti. Bo'lmasa 50 so'm, 100 so'm farq qilyapti. Ekonomchilar ko'proq Comfort zakaz qilyapti. Chunki birarda o'zim nima qilyapman, Comfort yoqqanimda bilinyapti sразу ekonomda klientligi. Shuning uchun liba ekonom, liba Comfort Plus. Işte meni nima deydi fikrim. Shunaqa akalar. Yana undan ham qiziqarli informatsiyalar bo'lsa qo'yib boramiz. Savollar bo'lsa kommentariyada qoldirasizlar.